Naqshi kuylarimiz zamonaviy dunyo bilan uchrashgancha soplik asli vaslini yo'qitib, abjash kuylar to'pon balosidek yog'ma bo'lib, xalqimizning anglash sezimini azoblayotgan paytda G'olibjon G'o'pirdek yosh naqshchilarimizning Uyg'ur klassik naqshlarini zamonaviy sahnalarda yangilatganligi bizni unutilmas go'zal hissiyotlarga cho'mildirdi. Xalqimizni zo'r olqishlatqani, uning otam aytgan heliqi naqshlarni boshqalar tashlab etib, unutishga yuzlangan chog'da, hatto ba'zi yoshlarimiz klassik naqshlardan huzurlanmas, anglamas bo'layotgan, g'alati yot naqshlarga mastona bo'lgan chog'da bir yosh bo'lish sifatida Uyg'ur xalq klassik naqshlarini zamonaviy maydonlarda chang keltirib yangratganligi. Yuqorqi so'zlarimiz mana u hozir o'rinlamoqchi bo'lgan Lavlimi jonim degan Uyg'ur xalq naqshi orqali isbotlanadi. Bu naqshiga G'olibjonning alohida taklif qilishi bilan Uyg'ur xalqining faxrli qizi, ataqli usulchi Tursunoy Ibrohimjon parvoz qiladi. Lavlimi canım lavlarınız, iyildi kas kas biller.